ko'cha keladi. To'rt ko'chadan chapga burilib, ana shu yo'nalishda kelsalar, ko'chada yo'lda bo'yiga chiqib ketyapman, sizni kutib Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli baliqo'sh do'stlar, baliqo'sh ovozlari. Bugun Namanganga bir akamizga xudo xolasa to'yga kelyapmiz. Undan nari bitta chiroyligina yangi ochilayotgan ko'limiz bor. Katta bo'lmasa ham kichikroq. Shu ko'lda bugun ochilish marosimi bo'lar ekan. Sizlar bilan birgalashib xudo xolasa olib ko'lni obzorini qilamiz. Hozir Namangandamiz. Chorrahaga yetib keldilaringmi? Hozir chapga buriling deyapti. Dastur bir bo'ladi yozib. Chapga buriladi. Chapga burilsangiz, shu yo'nalishga kelsalaring, mana bu yerda pоворот bor, apasini pоворot deydi. Pоворotdan o'ngga burilasiz. Ko'chada turibman. Shu yo'lda bo'yidamisiz hozir? Ha, yo'lda bo'yidaman. bugun hamroh Abbas bosh ekan. Assalomu alaykum. Qanaqa mashinadasizlar? Trekerdan. Akam Chapga hammani yaxshilik kunlarga, to'ylarga yetkazsin. Mana istab topib kelyapmiz akam. Hozir otaman. Assalomu alaykum. Hali boshlab olishim kerak gap bo'lyapti. Kelyapmiz mana. Sizga istab Rustam akam chiqadi ekan deb. Allohga shukr, boringizga shukr. Rahmat aka. Endi siz bilan bir telefon orqali tanishib mana Mashina to'g'mini. Hammani ham aka xursandchiliklar yetkazsin shunaqangi to'ylarga aka. Rahmat sizga farzand katta qilib, ulg'aytirib, Mashina uyli joyli chapga qilib, olib kirib qo'ysam bo'laveradi. yaxshi joylarga uzatish ham bir katta ish aka. Mashina chiqmaydimi bu yerda? Hamma to'ylarga yetkazsin. Mustahakkam chiroyli qilib mana mehmon qilib bizni kuzagani astoydil harakat qilibdi. Rahmat akamga ham hammani to'ylarga yetkazsin. Aka endi bizga duo qilib berasiz. Aka bizni obunachilarimiz bor, ularga ham bir o'zingiz tilaklaringiz bo'lsa, yaxshi kunlar turibmiz aka. O'zingiz bir tilaklaringiz bo'lsa bildirib berasiz. Amin. Amin. yaratib yetkazib Amin. ko'rsating mana shunday Amin. xonadonimizda ulug'ayam Amin. to'y bo'lyapti. Allohim Amin. to'ylarimizni sog'lik, salomatlikda, tinchlik, omonlikda o'tkazib, yaxshi nimalarimizni, niyatlarimizni amalga oshirib, Parvardigorimiz doimo ko'makdosh bo'lsin. Parvardigor shukur sizlar ham qutlug' qadamlar keldilaring, tan jonlaring sog' bo'lsin. İnsonda bir-birida mehr oqibat bo'lsa, mana shunday yaxshi kunlarda bir-birini muloqot qilishni nasib qildi. Rahmat Parvardigorga. Hurmatli obunachilar, mana shu Ilhom bo'yida olib borayotgan ishlariga Alloh ochiq yo'llar bersin. Doimo ishlarini o'ngidan bersin. Bolalarini baxtiga sog' salomat yurishsin. Topganlari Allohning baytiga borishga, umra hajlarga borishga nasib qilsin. Bola chaqalarini orzu havasini ko'rsinlar. Allohim mana shu baliqqa ishqiboz insonlar hammasi ham Allohdan shu qalmoqda tashlab tikilib o'tirish qandaydir zavq beradi insonga. Rizq nasibamizni Alloh bersa, suvni tagidagi jonzotlari, baliqlari endi nasib qilganga chiqadi, nasib qilmagan endi xafa bo'lmaslik kerak. Faqat inson Allohning mo'jizasi bilan dam olib davolanadi bu nimada. Shuning uchun chiqmasa, oviz baroridan kelmasa xafa bo'lmaylar. Baroridan kelsa xursand bo'linglar. Doimo Alloh taoloning panohida bo'laylik. Parvardigor hammamizni ham asrab avaylasin. Kimki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, Alloh niyatiga yetkazsin. Alloh akbar. Aka rahmat sizga ham chiroyli mehmon qildik aka. Baxtli bo'lishsin yoshlarimiz. Rahmat aka. Yana kuzatib davom etasiz buni buyasiga. Xudo xolasa. Rahmat aka sizga ham. Hurmatli kanalimiz a'zolari.
Biz yangi ko'lga kelyapmiz. Qisqasi u yerda sharoitni ham hali biz bilmaymiz. Katta ko'lmi, kichkina ko'lmi, kimga qarashlik, ulardan ham bexabarmiz. Hali aniq nimasini ham, manzilini ham bilmaymiz. O'zimiz istab ketyapmiz qisqasi. Telefon bo'lgan bizga. Shu ko'l to'g'risida hozir ko'lni topib sizlarga borgandan keyin video davom ettirib to'liq obzorini qilib ko'rsatamiz. Qo'yib yuboring, nima qilasan? Tamasi berib yuboring padariga qilib. O'shasi balishga maza qilib. Ha, bo'pti aka. Qo'yib yuboring bo'lmasa, qani. Ana, yaxshi niyatda, ana. Ana, omadini berdi. Kim shu o'shasi? Omadini bersin. Hozir janab kelamiz hozir baliq. Xo'p, assalomu alaykum. Hammalar oila barodan kelsin. Yangi ko'llar qulluq bo'lsin. Barakotli bo'lsin. Soya salqini yaxshi ekan, tollar bor ekan mana. Xudo xohlasa, ama adresini endi bilamiz biz ham. Akalardan so'ra. Gulistondagi yangi saunani oldan chap qo'lga to'g'ri tushib ketsanglar, shu hovliga tushasizlar deb. Andijon, Bo'taqara, ha? Ha, Bo'taqarani yo'lida. Bo'taqarani yo'lida ekan. Guliston qishlog'ini oxirida sauna bor. Hozir keling. Aka, salomatlik aka. Mahallamiz tinchmi? Hammalar. Assalomu alaykum. Aka bizning savolashib charchamasdan. Hozir baliq ushlaymiz, yana ikkita. Ochlarimiz bilan tanishtirib qo'yaman. Adashmaydigan, xo'p tushadigan. O natija bor ekan, olib qo'yaman. Ha, ko'ramizda natijalarni. Assalomu aka, yaxshimisiz? Savolashim charchaman. Bizning natijasi bormi? Bor ekan, bor. Bitta maqtanib qo'yamiz endi. Asosan natija bizda. Ha. Ha, ancha ushlab qo'yishsa. To'rtta beshta balig'i bor ekan. Kattaroq, Ha, qolgani maydaroq. kalaslari ham bor ekan. Qaraslar, ha. Aldash ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akalar natijalar bormi? Zerikishlar bo'lmasdan. Sizingiz bormi? Endimi? Ikkita mayda. Hojaga holmi? Charchab qolmayapsizmi? Sizning zontilar boplar soni. Sog'lashimi? Charchamay. Oldingizmi natijalar bo'ldimi? Bo'ldi. Asosan natijalar bor ekan akamda. Hop. Videoga olyapti o'zi. Aka, keling o'tiramiz oshkoshda. Balolar ja katta emas ekan. Hozir men setkadagilar, lekin bor natijasi. Aka, monolis chatoq ekan. Havo so'rlab qo'yaman. To'g'rilab qo'yasiz. Boshqa hozir 3 sinf bor. Qarajim oyoqdagi o'sha orasi go'yra bor, go'yra. Assalomu alaykum. Bormisiz, sizimsiz, charchimiz. Oshnangiz qani telefon qilsa olmadi? Ha? Telefon o'chirdi deyapti. Assalomu alaykum. Homiylar, yaxshimisiz? Sog'lab charchamasa. Natija kimdan bo'ldi? Ulug'bekdanmi? Ha, Ulug'bek ham ustib deyapti. Oho. Kattalari ham bor ekan-a? Kattalari ham bor. Mana kattalari ham 1 kilo, 1 kilo tepasida ekan. Kichiklari 1,5 kilo, 300 gram, atrofida 200 gramga da balo bor. Kichkinalar o'zi ma'da bor edi, Ha? ma'da. Ma'da o'zi baqaladimi? Yovvoyi baliqlar ham rosa ko'p. Sahra karaslar rosa ko'p. O'zi. Maring Balig'i ham bor. bor, ilon ham bor bu yerda. Hamma balodan bor ekan demak. Ha, hamma baliqlar. Hatta mana natijalar bor ekan. Yomon emas natija. Bu yerda ancha ekan. 1 kilo olidan 3 ta bor ekan. Qolganlar 300-400 gramlar ekan. Yaxshi natija bo'libdi. Xonimlar, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Tuzimsiz, tinchgina, zerikmasdan. Kelyapsizlar mana. Shu yerlar ham chetda qolib ketmasin. Kimga yaqin bo'lsa, mana Bo'taqarada ekan, Andijonda. Assalomu alaykum. Sog'lashmi? Tuzimsiz, charchamay. Damlarni olasizmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, tuzimsiz, charchamasda. Bo'lyaptimizlar? Hali rekordlar bo'lyaptimi? Oldingizmi? To'pladigan baliq bor. Oho. Ha, demak ko'p ishlab qo'yibsiz-da. Ha. Ko'payib ketsa aytasiz endi. Hozir sizdanmi? Mana, bo'ldi mana. Yo. Mana. Oh, jonivor. Yo'qsiz baliq ekan-a? Rahmat. Kecha kelish kerak. Bilmabsiz-da biz mana. Mana hozir natijalar beribsiz. Ikkita setkada. Natijalar bor. Haligida bitta shekilli. Onda ancha bor ekan mana.
Oho. 5-6 dan baravar ekan. Moni baylab qo'ymang. Olib ketib qolmasin yana. Alillo baylab. Ketgan, oling. Qori bola ham baliqchimi? Balas. Kattalarni o'sha kattalarini. Bashi bo'lishyapti-da. Assalomu alaykum. Aka tizimsiz sog'lashmi? Charchamang. Olasizlarmi? Holmanglar. Aka charchamang. Zerikmasdan tizimsiz. Tinchgina. Hoji aka holmang. Assalomu alaykum. Tizimsiz aka. Charchamasdan olyapsizmi aka? Assalomu alaykum. Aka tizimsiz. Ha, katta ustasi ham shu yerda ekanman, Oybek ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Aka yaxshi bo'ldingizmi? Charchamang. Tizimsiz olyapsizmi? Zerikishlar yo'qmi? Yo'q, mana shu o'tiribmiz-ku. Ha, Yo'g'onini ushlaymiz deb. ilog'im mana kattasini ushlang aka. Kattasini ushlamasangiz hisob emas. Xo'p, endi men qalmoq tashlab qo'yaman. Soya salqin joyga borib, ichida dam olib ketamiz. O'zi to'ydan kelyapmiz biz ham. Akamiz muxlislardan, obunachilarimizdan to'yga aytuvdi. Namanganga borib kelyapmiz-da. Ha, Namanganga borib osh yeb keldik, xudo xolasa. Hollar zo'r ekan ona, ha? Andijon Jahon bozoridan o'tgandan keyin chap qo'lga buriladi Butaqaraning yo'liga. Butaqarada shunday sauna degan joyi bor ekan, ko'chasiga burilanar ekan. Lokatsiyalar Telegramdan topiladi, xudo xolasa. Telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz, telefon qilib keladiganlarga adreslar tushuntirib qo'yiladi. Kela olasizlar. Kalasi ham bor ekan. Bitta kalasa. 3 ta sazancha ekan. Bitta sazan dalil ekan. 800-700 yarim kilo shunaqa ekan. Qochildi ham. O'tirlashtiruvdi. Ha. Yaxshi ilinmagan ekan. Yarimta kelgan. Rizq endi nasib qilsa olamiz, xudo xolasa. Bormi? Hoji akamga mana bitta ilashib qo'y. Yangi kelgan natija. Yo'q, menda yo'q. Katta bor ekan. Yamuna jak Ha, katta. Katta emas ekan. Degan chiqaroq so'ra. Qalmog'i yumshoq ekan. Ashunaqada endi balada xizmati bor, ashunaqada olmasangiz bo'lmaydi. Yaxshi. Qayerdan tepadan aylashmadimi? Ko'rgan qanaqadir katta baliq keldi-da. Baxtiyorga ketibdi, Baxtiyor aka. Baxtiyorga ketgan baliqqa baliq olib kelaman deb o'tib ketgan aka. Ko'rinsa mana shu yerda amo yuribdi. Ketib qoldi.
keyin urinib ko'raman. Shu ochani olarmikan? Ko'yt ichiga ko'tarib qo'yaman shekilli. Adil baliq olib kirdi. Keling. Ha, bu kichkina ekan. Kattaroq baliqmikin debdi. Ha, sazan chiqdi. Amur ko'rib qoldim, amurmikin desam, sazan ekan. O'zi aslida bu yerda amur yuruvdi o'rtoqlar. Amurni poylab tursam, sazan ilashib chiqib qoldi. Hayajonlanib, shu ko'rgan amurim ilashib qoldimikin deb o'yladim. Ikkidan o'g'il ijib bu. Dara darqasi ko'rinmayapti, o'zi qaramaga ko'rinyapti. Qamish ilashib qolibdi. Kichikroq sazan ekan, tushyapti o'zi. Qamish ilashib qolibdi. Çıkardı. 700 yılın alıp git. Ya uryapti. Ana. Chiroyli. Ana baliq. Boy yana bitta. Sazanchi bo'lsa ham bor. Mana. 3-sazan. Jonivor aka. Endi yo'q joydan bo'lsa ham chiqaramanmi aka nima? Men ham baliqchiman-ku. Ana hoji akam yana bitta natija. Hop. Bitta men ushladim. Bitta hoji aka ushladi. Hop. Fotoqaradagi baqaliq. Baqaliq yangi ko'l qisqasi. Haqiqiy ko'llar bu yoqda ekan, bu katta baliqlar bor ekan, unamayapti deyalar qo'ygan. Dahshatlar bor ekan baliqlar. Endi keyinchalik Bo'ladi. u tomonlarga ruxsat berib olsa ajoyib. Bo'ldi. Shu tomonda ko'tarib tursanglar bo'ldi. Ha? Sizmi qani? Ne qiladingiz? Ha, ketyapti. Bo'ldi mana akalar. Ketdi. Oylar barordan ketdi. Oo, amur gördüler mi? Balolar oğlum. Kattalar. O'zi bu mana shu dovurda anchagina balig'i bor ekan, qo'shimcha to'kilyapti bu. Baliqlar qo'zg'atish uchun. Ha, uda tushib. Mana 1 kilo tepasida shu. Yog'siz baliqlar ekan. Balolar zo'rlar. Nima oldi bu baliq olyaptimi? Ko'rsatib beramiz katta dovur bo'lsa. Oradagi narsa. Qo'li kiradigan. Ichini olib qo'y. O'zim hovliga mana baliq tashlab internetga qarayman. Ichini ham. Hozir mana olib o'tdim. Uni ketmasdan bir suv ol. Hozir bilmayman. Hozir ko'tarib oldim. Ya, ko'rib qo'y. İçini alayım da içini. Aman ağzıma ayağım. 60 kilo taşa verdim. Ana. Kattalar. Taşa verdim ağzıma. Zor. Sekin taşıyın. Hazır. Bana yani atacağız özümüz ya. Oldu tügenin. Var. Bana bu süre geliyor.
Yo'q, menda hozir qomatda hozir hammasini 60 kilo beraverdi. Yana bitta hovuzim bor ekan, o'sha chim. Omad iladi bersin. O, mana baliq Qancha chiqadi. chiqargan bilmayman. Shadizmi? Voy asal. Mahkam bo'lsin. Tuziymi baliq kattami? Hozir tushgan amur emasmi? Mana amur kattasi mana. Mana. Voy katta ekan. Vo. Optim urpasida. Oyli. Ko'rsatib qo'ying hojaga baliqni. Ala baliq. Hep pulli bo'lsin, ne hoca aka? O mayda balalar bor. Odamni zeriktirmaydi, torttiradi. Hali mayda karashsa karasini tashlaverdi deb o'ylamaylar. Bu tabiatni zakarida bu. Tabiatda o'tirganda o'tiradi. Aka joy chiroyli ekan, jindalik bolalarga assiz ancha-muncha bakalashka, ancha-muncha sarapan, shunaqa narsalar yig'ishtirib olsa yaxshi bo'ladi. Yig'ishtiradi. Hayvonni boqi ham masa ko'p ekan, hayvon. Endi hayvonniki endi qamasa bo'yi tabiiy holat endi. Lekin bu ancha-muncha bakalashkalar, sarapanlar tashilmaydi hojaga. Ana, hojaga ham bitta sarapan ilash. Kelib haliga tashlashga to'g'irgan. Yo, sarapan chiqdi aka. Shunaqa narsalarni olib olish kerak qisqasi. Bular tayyorgarlik ko'rishmagan ekan. Birdaniga qo'qqisdan shu maslahatlashib turib o'zlaricha shu yerga mana odam savorildi. O'zim aslida balig'i bor ekan bu yerda o'rtoqlar. O'zingizlar ko'rdinglar, men ham 3 ta natija qildim. Birman 3 ta. Yana natija qilaman, o'tiribman mana. Ko'kimga qarab. Mana natija bor. Birman ekan. Nopon yo'q buni. Pasagizmi? Boshqa yo'q ekan. Yana ushlab turaman. Voy, iplar o'ng'ir. Ha, bu shashilmi aka? Berib turing qarmog'ini. Gol chiqdi mana aka, kichkina ekan. Lekin natija. Pullo bo'lsin. O, natija bor. Baliq o'rtaga o'tib ketdi. Butaqaradagi Bakali yangi ko'limiz. Hozir tortyapti o'tdi. Hozir tortyapti. Yo'q, uni haqida bas o'sha kutib o'tmayman olib keling. Uni haqida bolasi bo'lgandan keyin. Akeli. Boshqalar topolmadim. Chinni tortdi, to'xtab tur. Rahmat. Bu misol ko'rib qolamiz ekan bo'lmasa. Men ham qaytyapman, men ham qaytaman. Voy, mana. Adizlar normal, yaxshi. Kelasi turib ketaman xolos. Mana natija bor. Bilasa qilamiz. Yangi ko'lda Butaqara Bakali. Xo'p. Telefon nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib kela olasizlar. Natijalar bo'lyapti. Tortyapti. Natija bo'ladi hozir. Mayda qo'yapman. Mayda rostli. To'xtab qolyapti. Ketdi.
Bacan. Yo'q, ichga shoshilibmiz. Qo'yib berish kerak ekan. Ichga shoshilib qopman. Endi tortyapti. Shu ochani to'q qilib solganman-da, balki mayda baladur deb o'ylanib biroq turibman. Sas sudrasa uradi deyapman. Balığı koruyor. No. Amurimi? Hali kelib o'tirganimda, hali ko'ruvdim-da, chetda yurganimni. Shuni shu yerda qolib ketib qoldim. Ketib turing. Keldi bala. Bitamizgina olibdi. Boşta oğuptan bari yeyen cihayı yok. Adam yoksa o kadar yiyen yeyen. Yok ne amca? Boşta ki bağlı ki. Osmonlar yog'ochga tegib o'tib ketdi aka. Mana. Tramvay o'tib qoldi ekanda. Yok şey. Ko'taring. Kameraya geçip oraya yaptırıyor. Kamera kirib ketyapti aka. Kameraya geçip oraya yaptı. Tanilib ketdi ashi balo. Ay, hojigan ham bitta ilashib edi. Ketib qoldi. Zo'rdan ilashib odamni. Ha, zo'rdan ilashdi xotin aka. Ho. O'zim hali zo'r tortyapti-da. Hayya tortayotgan joyda ketib qolaman. Bilasizmi nima qilib qo'yinglar? Hop. Uryapti. Maydami, qanaqadir bor. Ikkita qarmada qiynalaman men. Unisiga qarab, bunisiga qarab. Shuni bitta qarmada ko'proq olib qolaman. Maza qilasan, bitta ko'kaga qarab o'tirsangiz. Takalatyapti. Sudira bormayapti. Olib ket. Nerede? Nerede o? Ya şu halde hayır sudurayım da. Mayda cho'g'layapti-ku buni. Yana cho'g'lashni boshladi. Endi shunday bo'lmadi. To'g'ri. Olmay qo'ydi. Ki, o'ryaptimi? Yo'q, nima? Hadi, yaxshi qol.
Yana çok bor. No. Yani vaqtim bo'lmayapti. Uyaladi. Böyle yerler bal o yaxshi bo'lyapti-da. Bo'lmayapti. Cho'qalayapti, sudrayapti. Qaga? Ha. Ikkilar ham yaxshi bo'lyapti. Mehnat topib. Mehnat topib yaxshi-da. O qo'qon yo'lida. Zasib bo'lib qoldi-yu. Axlat ko'tarib ketdi. Nafsara. Bitta pramil polo yana akalar, qo'shagalar. Bu daralar ham yaxshi ekan, soya salqini bor ekan-da aka. Aholi maza qilib o'tiribdi. Arqaga jilin o'zi bunday arqaga jilsin bo'ladigan narsa chiqarib yubordi. Ikkala kigil berdi. Rizqda endi. Ichkarigi kalmadi. Yo'q, o'zi tepaga yursa ham bo'laveradi. Oybek kelgan navbatdagi natija. Kichikroq o'zini sazanlar ekanda. Qulluq bo'lsin. Ketyapman. Bor. Bir şey mi? Amur aka. Akam olib qo'yibdi. Mana, Aka soylatuvdingda, pasagiz berdilar. Bo'l, qarang endi. Yomonini ol Ilhomjon. Vaqti dahshat, dahshat. Onu qarmadi. Senga keyin Qoli. Qoli. To'xta. Qoli. Oo! Bunaqasi bo'lmaydi. Mana o'zi oldi Ilhomjon, o'zi oldi mana. Pulni olsa Ilhomjon. Buni ho'g'aldan berib qolib o'tiribman. Mana Ilhomjon o'zi. Mana. Vo, kattaligini qaranglar. Ay, yurgani dedi, Amur ekan dedi bu. Buni ho'g'ali ko'rdingiz-da. Mana og'zidan olib. Hali ko'rib qoldim buni. Mana. Qani, vallahi. Mana. Kela olasizlar mana. Bu yoqqa ham bir ko'rsatib berasiz. Biz tomonga ham Ilhomjon. Biz tomonga bir ko'rsatib qo'yinglar. Voy, mana. Gizaklar tushadinglar. O bo'ldi. Voy, tortyapti. Acha. Nimadimi? Varra to'g'ri aylanib qoldi. Bular bu yoqda keylashib turchi. Chiqdi yaxshi. Yaxshi tortuvdi. Shashilibman. Karasiga-da. Karasi ham bor ekan, eng qizig'i o'rtoqlar. Zeriktirmayapti, karasi o'zi ham tortib. Endi haqiqiy yovvoyi bo'lmasa ham, lekin yovvoyi yaqinroq zo'r ekan. Bu yerda eskidan balolar bo'lgan ekan. Hoji aka, siz ko'p kelib turamidingiz? Bu yerga ko'p kelib turamidingiz? Endi Ha. bu endi ochilgandan bugun birinchi kelishim. Yo'q, o'zi avval kelamasmidingiz? Oldin ko'p kelardik. Ko'p kelamiz. Oldin baliq tashamasdan turib ko'p vaqt baliq ovlaganmiz bu yerda. Ha, yaxshi balolari bormidi o'zi? Hamma baliq bor. Uchachi ham bor, marinkasi ham bor, buni laqasi bor, sazan, shun hamma yo'q bor. Ilon bosham bor deb eshitdim.
Qisqasi hamma balodan bor ekan. Kutilmaganda qanaqa baliq chiqib qolishini o'zingiz ham bilmaysiz ekan. Hozirgi baliq faqat Endi mana bu qo'zatgan to'kildi. ochilgandan beri bugun kelibsiz. Balalar erta-erta olyapsiz-ku. Ha. Endi zapret oylarida mana shu yerlarga kelib ovla olasizlar ekan mana. Sizga yaqinroq ekan. Biz uyimiz Ma'dada yaqin. Endi mana shu zakallarda Olib ketib qolyapti. Bor. Yana jinda qo'yib berish kerak ekan. Jinda qo'yib berish kerak ekan yana deyman. marta olmaysiz mana sotib keldi. 2 marta shunaqa qo'yib yubordi. Mana qo'lingizni qaynab turadi. O'ragan olsin. Bu tortib Kutamiz yana. Tadir tortib olmayapti. To'xtab qoldi maydamnikini. boshlari boribdi-ku. Yo'q, mayda ekan. Endi tadir bosib atirib ketadi keyin. Atroqda ketib qolyapti, ana sasib bor bu tomonda. Yana tashlashingga tortyapti mayda baliq. Lekin zeriktirmayapti shunisi ham bor. Baliqchilar yomon ekan, bitta ushlab qo'yarkan deb. Bu baliqchi bechoralar qishlarda zo'rg'atdan ushlashdi bitta ikkita. Men ham endi baliq ushlayapman mana. Kunlas. Bechora hovuz egasi baliq ushlab qo'yapti deyapti. Madad qochyapti. Endi ko'lchilarga ham oson emas bajarib yurgizib olish. Bosh aylanishni boshlayapti. Vo, mana. U keling passajda Nalmanning o'xshayapti. Mana passa. Kunlaschi. Mana kim? Kunlas mana qo'yib qo'yibdi. Mana aka. Kunlas balolar ham jonlanib qolibdi. Mana qirramoy filda bo'lyapti mana. Voy jonim. Kelavering aka. Pullar bo'lsin. hozir olib beraman. Uy, meniki endi kichkina baliqmikin debman buni. Ha, bu chiqaradi. Yo'q. Jon kirib qolibdi, o'rtalar balolarga. Bitta qo'lim bor. Kela menga berib turing. Mana olib qo'yibdi, ishlatib Meniki. O'zim chiqarib olaman. Yo'q, mana Meniki. Mana ko'ra olasizlar ekan. Akalar, oshnalar, og'aynilar, ijrochilar hammalar kela olasizlar mana. Ola chiqyapti. Bu qizini ezib qo'ying. Ha, karas ekan mana. Zato tortyapti mayda bo'lsa. Baliq. Yar o'ynasib bo'ladi. Bir xil vaqtda shunga azor olib ketamiz. Ha. Shu ham chiqmayapti.
Osh tog'iga bitta o'p. Tushib ketmadimi? Pullar bo'lsin. Qo'lingdan kelib tushib ketdi. Hojiga yana bitta chiqdi. Zo'r gap u. Oldi tortyapti aka, u uzoq tortgan o'zi. Yaqinda uni hashiylar taylari tortyapti. Mana shunaqa tortyapti o'zi kattasi ham. Yirik. Yo'q, endi ushlasam o'zimga. Jib bo'lib qoladi. Uyda bitta balig'im bor aka. Bizdan balig' yirik. Bir asaba. Oldiroq otinglar, tashinglar, oldiga kelar aka, hozir salqinga qochadi-da u ham. Hozir olamiz, qarab qo'ying, hozirga. Ketyapmiz. To'xtating hozirga. Amur qolmasa berdi hozir. Amur? Nimaga qolmaydi? Bormi? Bor. Bor-a? Ha. Kecha kelganda ichida ham keldi amur. kecha ham to'kkan amur. O'zi eskidan ham bor ekan u balig'i. Kecha to'kdilarmi? Ha? Zo'r ketadi, to'xtab bor, cho'g'ala. Bormi? Shunaqa og'ir kelyapti to'rsam. Opa bilan ikkita baliq. Ketib qolgan ekan. Yo'q, qopdami? Akam qopi bilan baliq sho'g'ilgan ekan. Hojiga. Qo'l ekan u. Piyoz qopni ichida qo'l ekan. Bunaqa o egasiga mana baliqni oling. To'xtab qoldi-yu. Xo'p, yana bir assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli kuzatuvchi do'stlar. Qisqasi shu yaqin kunlarda o'zim ish boshlayman, vaqtinchalik videolar qila olmasligim mumkin. Sababi tirikchilikdan qolib ketishimiz kerak emas. Hammamizda ham hunarimiz bor qo'limizda. Biz ham o'zimizning hunarimizni davom ettirib kunlashib qoldi. Ovlarga chiqib ketamiz xudo xolasa. Ishlarga. Ovlarga deyapman. Ikkita ishlab olganman, zakasi, remont ishlari. Xudo xolasa shu ishlar orasida nachopkalarga borib turish ehtimolimiz bor ko'proq. Keyin mana bu yangi kunlardan xabar bo'lib qolsa, xudo xolasa chiqarishga harakat qilamiz imkon qadar. Kuzatuvda davom etinglar. Tanish-bilishlarga videolarni jo'natib qo'yinglar, xudo xolasa. Hali yangiliklar oldinda ko'p bo'ladi. Tanish-bilishlarni ko'rsanglar, klasslarni bosib qo'yinglar shu videolarda. Hojiga o'tirishdi, damlab olishib, mazza qilishib. Qo'ldan kelgancha eplaganimizcha mana videolarni qilib sizlarga taqdim etyapmiz. Klasslarni ayamasdan chiroyli qilib klass bosib qo'yasizlar. Bizga YouTube'dan ham pul yo'q hozir. Mana Oybek aka, seriklasini klasslarni bosib qo'ylar Oybek akamga deyapman.
olyapti, narmanni shekilli. Narmannisini olyaptilar. 1,5 kilo kelar ekan. Qulluq bo'lsin, hoji aka. O'taymi aka? Ana aytdim-ku. Как раз o'sha aytgan shaqimlarni ekan ilashdi o'zi. Balig'i bormi yo'qmi? Balig'i ham bor. Endi patsa yetmaydi aka. Balig'i bormi? Kel ushlab turaymi? Bilmayman kimni. Deb qo'yingchi, ularniki. Ketsa, Ketsin. Yomon shaq bor ekan. 2 marta ildim men senga. mana monongilar. Chegaradan o'tib ketdingiz. Hoji aka. Ulug'bekka ham bitta chiqib qoldi. Nechinchisi Ulug'bek? Passagiz bormi? Yo'q. Ha, ko'tarib chiqarib qo'yasiz ekan. Bitta bu yerga hazlashda o'ynab. Ha, zo'r. Mazaqsida. Ulug'bek ham mazaq qiladi. Hoji aka biz ham qayta olamiz endi. Soat ham 3 bo'libdi. Xudo xolasa endi. Bu yoqni Oybek ham bilan qoldirib qo'yamiz qolgan. Ha, Oybek aka? Kepti ichamiz. Kela olasizlar. Ko'ldagidan oz gap so'zlarni olib qo'yamiz. Qonun qoidalarini nechidan nechaga ishlaydi, hammasini so'rab bilib qo'yamiz. Bo'pti, yaxshi qolinglar. Xo'p. Xo'p, biz ham qaytdik o'rtoqlar. Kuzatib qo'yay deb chiqdim-da. Rahmat hoji aka. Omadinglar deb bersa. Yaxshi kunlar ko'rishaylik. Xo'p, tinch bo'linglar. Zaseb qilish yo'q. Xo'p aka, yaxshi qolinglar. Klasslarni bosib qo'yasizlar. Xo'p. Ochilamiz qoldi mana baliq. Hozir chiqaman. Xo'p, qanaqa baliqlar bor qisqasiga bu yerda? Dedam amur, sazon, Ha. endi tabiat nimasidan hovuz qilganmiz. Shu O'zi zo'r bo'lgan eski. Zo'r bo'lgan. Ilon boshlarimiz bor. Sazan bor ekan. Kattalari amur bor, ko'rdik. ko'rdingiz. Ha, yaxshi. Xo'p. Sazonlarni Narx-navolarni aytib berdik, ikkita qalmoq ruxsati. Ruxsat. Aha. Ikkita olib kelsa mayli. Nechidan nechiga dovur? 7dan 5ga davurda. Aha. Yaxshi. No'sh. Oshposhlar uyushtish iloji bor ekan. Ha, xudo xolasa oshlarni ham uyushtirib beramiz. Xo'p. Xudo xolasa kelib chiroyli qilib. Ukamiz endi hijolat bo'lyapti, gaplashgan, Birinchi marta anaqa qilishim. Xudo xolasa kela olasizlar ekan. Sharoitlar imkon qadar qilib beriladi. O'zi bular ham kutilmagan holatda bu yerda ochib olishdi. Baloqlari bor ekan. Ko'rdinglar o'zingizlar natijalarni. Kela olasizlar. Mana ovchilarimiz o'tirishdi hali ham mana. Tavsiya qilib qo'yish bizdan. Mana. Hammanglarga omad. Bo'taqara bo'ldi bu yerda. Bo'taqara Baqali qishlog'imi nima deydi bu yerda? Baqali nasos endi. Baqali nasos desa ko'pchilik bilar ekan qisqasi. Hammom yandan tushilaveradi. Hammom saunani yonidan tushirilar ekan. Cho'miladon, hamma cho'miladon, joy. Ha, mana latov bor ekan, mana chiroyli latov bor ekan. Biz ham qaytamiz Bizda mana. o'yta olsangiz ko'rinadi, hamma tushunadi. Yaxshi. Cho'miladon, joy. Xo'p, sizlarga ham omadinglarni bersa, rahmat. Ovchilarimiz ham xabar qo'ymaysizlar. Xudo xolasa Xo'p, kelaveradi. omad. Hech qanday oldingiz-a? Ulg'amay qoldi. Omadingizni bersin. Qaytdik endi biz. Xo'p, mayli, tinch bo'linglar. Ha, kela olasizlar.